Bemorimiz 34 yoshdalar. Kuchli jismoniy mashqlar qilib, tunnel sindrom hosil bo'lgan bo'lardi. O'zingiz aytib bering, qachon nima boshlandi? 3 oy oldin shu ivish boshlandi. Shu yelka, bo'yin og'rishi boshlandi, keyin qo'limga tushdi pastga. Bitta taraf ozib ketdi. 3 oy ichida, 3 oy ichida chapga qaraganda o'ng taraf ozib ketdi. Ishlatish qiyin bo'lyapti. Uxlash, bezovta pastdan bezovta bo'lyapti. Uxlashga ham og'riq qo'lga beryapti. Yelka, bo'yin ham og'riqlar bor edi, endi sekin-sekin qo'lga tushdi. Pastga kaftga. Pastga kaftga. Tepadagi og'riqlar kamaydi, nisbatan. Bugun ikkinchi kun, xudo xolasa lecheniyalarning ikkinchi kuni. Boshida bo'yinlarda protruziya bor edi, ikkita protruziya. O'sha bilan bog'lab, lecheniyalar olib, uncha natija bo'lmagandan keyin murojaat qildilar. Chap tomonga nisbatan o'ng qo'lda gipotrofiya belgilari bor. Qo'l ozgina ozgan, mushak kuchi pasaygan. Bugun ikkinchi kun davolanish og'riqlar nisbatan territoriyasi og'riq joylari nisbatan kamayib pastga tushgan. Xudo xolasa lecheniyalar davomida hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Bu lesnichniy anaqa Skalenus sindrom deydi buni, tunnel. Mana bu trapetsiya mushagi, umrov suyagi, bo'yin mushaklari orasidagi mana uchburchakda nerv qon tomirlari siqilgani hisobiga mushaklar gipertrofiya, kuchli gipertrofiya hisobiga siqilib, qo'llarida kuchli og'riq bo'lgan. Yaxshi bo'ladi emas, xudo xolasa. Inshaalloh. Ketadi lecheniyalar bilan.